Aziz yurtdoshlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Sheret men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun ssilkani описание va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Rossiya iqtisodiyoti manfaatlariga javob beradigan muhojirlar kerak. Putin: O'zbekistonda yangi pandemiya boshlangani rostmi? Vitaliy Klichko: Vladimir Zelenskiy o'z xatolari uchun badal to'layapti. Ukraina mushuklarni frontga jo'natishni boshladi. Ukrainaga yordam uchun ajratilgan pul yil oxirigacha tugaydi. Oq uy: insonlarni sog'lig'i biznesga aylanib ketdi. Turdimov ayrim shifokorlarni ogohlantirdi. Endi esa batafsil. Rossiya iqtisodiyoti manfaatlariga javob beradigan muhojirlar kerak. Putin: demak, bu odamlar tilni, urf-odatlarimizni, qonunlarimizni bilishi, qonunlarni hurmat qilishi kerak. Biz esa MDH davlatlari, Markaziy Osiyodagi hamkasblarimiz bilan birgalikda bu borada ishlamoqdamiz, dedi Prezident Fuqarolik jamiyati va inson huquqlarini rivojlantirish kengashi yig'ilishida. Ochig'ini aytish kerakki, Rossiya Federatsiyasi fuqarolarning manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yish kerak. O'zbekistonda yangi pandemiya boshlangani rostmi? Hozirda aksariyat mamlakatlar qatori O'zbekistonda ham mavsumiy kasalliklar tarqalishi ko'paygan. Ayniqsa bolalarda bu jarayon biroz og'ir kechmoqda. Xo'sh, O'zbekistonda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat qanday? Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ushbu savol bilan Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Nurmat Atabekov murojaat qildi. Gap shundaki, biz o'tkir respirator infeksiyalar tarqalishi zanjirini uzishga harakat qilishimiz kerak. Kasallik tarqalishida 3 muhim bo'g'in bor: kasallik manbai, yuqish yo'li, yuqtirishga moyil organizm. Agar kasallangan bolalarni maktabga, bog'chaga, jamoat joylariga yuboraversak, ular boshqalarga infeksiya yuqtirishda davom etadi. Har birimiz o'tkir respirator kasalliklar, xususan grippni yuqtirishga moyilmiz. Shuning uchun ham ota-onalarga kasallik belgilari bo'lgan farzandlarini bog'cha va maktablarga, oliy ta'lim muassasalariga yubormaslikni maslahat beramiz. Bunday paytda shifokor ko'rsatmasiga asosan uy sharoitida zarur muolajalarni olib borish maqsadga muvofiq. Ukraina mushuklarni frontga jo'natishni boshladi. Ukraina qurolli kuchlari kalamush va sichqonlarga qarshi kurashish uchun frontga mushuklarni jalb qila boshladi. Bu haqda Bild yozmoqda. Nashrning yozishicha, sichqonlar tungi vaqtda askarlarning uyqu xaltalariga kirib, bezovta qiladi. Shuningdek, uniformalarga zarar yetkazadi va aloqa kabellarini shikastlaydi. Qayd etilishicha, askarlar o'zlari bilan hayvonlarni xandaqqa olib kirishni boshlagan. Ukrainaga yordam uchun ajratilgan pul yil oxirigacha tugaydi. Oq uy: agar AQSh Kongressi Kiyevga yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha mablag' ajratishni ma'qullamasa, yil oxirigacha AQShning Ukrainaga qurol-yarog' va texnika sotib olish uchun resurslari tugaydi. Bu haqda 4-dekabr kuni Oq uyning vakillar palatasi spikeri Mayk Jonsonga yo'llagan maktubida ma'lum qildi. Ochig'ini aytmoqchiman, Kongressning choralarisiz yil oxirigacha Ukraina uchun qo'shimcha qurol va jihozlar sotib olish, shuningdek AQSh harbiy zaxirasidan jihozlar bilan ta'minlash uchun resurslarimiz tugaydi. Bizda pul ham, vaqt ham tugab bormoqda, deyiladi Oq uyning boshqaruv va budjet bo'limi direktori Shalanda Yangning spiker Jonsonga yuborgan maktubida. Shalanda Yangning so'zlariga ko'ra, Amerikaning qurol-yarog' va harbiy jihozlarni yetkazib berishni to'xtatishi nafaqat Ukraina erishgan muvaffaqiyatlarni xavf ostiga qo'yadi, balki Rossiya harbiylarining ham g'alaba qozonish ehtimolini oshiradi. AQSh tomonidan berilayotgan yordamning to'xtashi Ukraina uchun jiddiy muammolar boshlanishi demakdir. Dunyo bo'ylab ittifoqchilarimiz ko'proq harakat qilishgan bo'lsa-da, AQShning yordami juda muhim va uni boshqalar takrorlay olmaydi, deydi Oq uy vakili. Qo'shimcha qilinishicha, noyabr oyi o'rtalarida Pentagon olgan 62,3 milliard dollarning 97%ni Ukrainaga yordam berish uchun ishlatgan. Qayd etish joizki, oktyabr oyida AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressga Ukraina
Ukraina, Isroil va Hind Tinch okeani mintaqasidagi operatsiyalarni favqulodda moliyalashtirish uchun 106 milliard dollar so'rov yuborgan. Biroq qonunchilar bu mablag'ni ajratish bo'yicha haligacha kelisha olmadi. Insonlarning sog'ligi biznesga aylanib ketdi. Turdimov ayrim shifokorlarni ogohlantirdi. Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov tibbiyot sohasi vakillari ishtirokida video selektor o'tkazib, unda ushbu sohadagi kamchiliklarni tanqid qildi. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Hokim birinchi navbatda e'tiborni ayrim shifokorlar tomonidan dori ishlab chiqaruvchi turli firmalar bilan kelishgan holda bemorlarga kerak bo'lmagan dorilarni yozib berish holatlarini tanqid qildi. Noinsoflar, o'tirasanda retsept yozaverasan, cho'ntagidan uraverasan. Bitta Samarqand 482 million dollar boshqa davlatlarga pul ko'chirib dori sotib oladi. Boshqa davlatning odamlarini ish bilan ta'minlaymiz. Boshqa davlatning budjetini to'ldiramiz. Boshqa davlatlarni boy qilamiz. O'zimiz mayib bo'lamiz. U dorilarni yeyaverib, pachkalab, tonnalab dori yeymiz, degan Turdimov. Ta'kidlanishicha, ko'plab shifokorlar bemorlarni aldab, mavjud bo'lmagan kasalliklarga tashxis qo'yib, ularga farmatsevtika kompaniyalari manfaatiga dori sotib olishga majbur qilmoqda. Insonlarning sog'ligi biznesga aylanib ketdi. Ko'plab shifokorlar o'zining tanish dorixonasi orqali dori yozib beradi. Standartlarga amal qilmaydi. Har hafta hisobot qilib borish kerak. Qaysi noinsof dorixonachi, qaysi noinsof shifokor standartdan chiqdi, degan viloyat hokimi. Shuningdek, Turdimov xususiy shifoxonalarda retseptga kerak bo'lmaydigan dorilar yozib beriladigan bo'lsa, ularni yopish choralarini ko'rishini aytgan. Ularni sudga beramiz. Biz bosh shifokori va ta'sischisini xalqqa tanishtiramiz. Buni hamma darajadagi xususiy klinikalar o'zlariga yozib olishi kerak. Xalqning sog'lig'i orqasidan boylik orttirishni kim niyat qilgan bo'lsa, u o'ziga dushmanlik qilayotgan odam bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizni samarqandlik fuqarolarimiz ham bilishi kerak. Qancha ko'p dori ichsangiz, sizga foydasi yo'q u dorini, degan Erkinjon Turdimov. Vitaliy Klichko: Vladimir Zelenskiy o'z xatolari uchun badal to'layapti. Kiyev meri Vitaliy Klichko Vladimir Zelenskiy o'z xatolari uchun badal to'layapti deb hisoblaydi. Shveysariyaning 20 Minutin portaliga bergan intervyusida u Zelenskiyning armiya oldidagi obro'sining pasayib borayotganidan ajablanmasligini aytdi. Siyosatchiga ko'ra, odamlar kim samarali emasligini ko'ra oladi. Ko'p umidlar bor edi va haliyam bor, albatta. Zelenskiy o'zi qilgan xatolari uchun badal to'layapti, dedi Klichko. Shuningdek, Klichkoning Ukraina prezidenti lavozimiga nisbatan siyosiy ambitsiyalari bormi, degan savolga Kiyev meri hozir bu haqda o'ylash ahmoqlik ekanligini aytdi. Bugun biz faqat Ukraina umuman mavjud bo'lib qolishi yoki qolmasligi haqida o'ylayapmiz, dedi Klichko.